Birinchi qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Divanda o'tirib pozitiv fikrlash. Nega bu ishlamaydi? Bugungi kunda internet ustozlari, yo'l boshlovchilari va hattoki sekret, ya'ni sir kabi turli ezoterik filmlar bilan to'lib toshgan. Hamma tomondan bizga bir xil yuzaki gapni uqtirishadi. Yomon narsani o'ylasang yomonlik bo'ladi, yaxshi narsani o'ylasang yaxshilik bo'ladi. Hammasi juda oddiy-ku. Azizlarim, bunchalik sodda bo'lmang. Keling, ko'zimizdagi pushti ko'zoynaklarni yechamiz va bu dunyoga haqiqiy samoviy bilimlar hamda real osmon prizmasi orqali qaraymiz. Pozitiv, ya'ni ijobiy fikrlash bu ajoyib albatta va juda kuchli instrumentdir. U haqiqatdan ham ishlaydi va ishlagan. Ammo odamlar ko'pincha sabab bilan oqibatni almashtirib qo'yishmoqda. Agar siz shunchaki divanda yotib yoki shunchaki o'tirib olib boylikni tasavvur qilish, ya'ni vizualizatsiya, turli affirmatsiyalarni takrorlash bilan kifoyalansangiz va qalbingiz, hayotingiz ustida ishlamasangiz, bu shunchaki illyuziya, ya'ni xom xayol. Bu narsa hech qachon bunday ishlamagan, ishlamaydi ham. Agar hamma narsa faqat kalla ichidagi o'ylar bilan hal bo'lganida edi, ya'ni bugungi kun bizning psixologlarimiz, ezoteriklarimiz, yo'l boshchilar aytayotgandek bo'lganida edi, millionlab odamlar multimillionerlarga aylanib ketishgan bo'lar edi. Lekin negadir bunday bo'lmayapti. Nega deysiz, yuzaki? Chunki borliq siz o'zingizdan majburlab chiqarayotgan lafzalik fikrlaringizni emas, balki aslida kim ekanligingizni o'qiydi. Sizning realligingizni kalla ichidagi o'ylar emas, balki sizning haqiqiy poydevoringiz quradi. Sizning ichki, ong ostidagi yashirin programmangiz, sizning haqiqiy amallaringiz, tanlovlaringiz va harakatlaringiz, siz tug'ilgan lahzada haqiqiy samoda muhrlangan sayyoralar davri, ya'ni tranzitlar va karmik tugunlaringiz. Yuzingizga soxta tabassum yopishtirib, ichingizda ulkan bloklar yotsa yoki natal xaritangizda og'ir sayyora tranziti ketayotgan bo'lsa, shunchaki yaxshi narsani o'ylash bilan tashqi dunyo o'zgarib qolmaydi. Ijobiy kayfiyat faqat va faqat ichki poklik hamda haqiqiy harakatlar bilan mustahkamlangandagina ish beradi. Koinot qonunlari, borliq qonunlari, Allohning qonunlari juda ham cheksizdir. Ularning barchasini bir postda qamrab olishning mutlaqo ilojisi yo'q va bir marta gapirish bilan tugatib bo'lmaydi. Ammo bugun yangi energiya arafasida men sizga eng muhim bo'lgan 3 ta asosiy qonunni eslatib o'tmoqchiman. Bularsiz joydan siljishning ilojisi yo'qdir. Energetik poklik qonuni, avatar va chastotalar. Hozir yer yuziga butunlay yangi, kuchli kosmik energiyalar tushmoqda. Bizning jismoniy tanamiz, ya'ni avatarimiz bu energiyalarni o'zidan o'tkazishga tayyor bo'lishi shart. Agar siz ichingizda eskigina qudratlar, qo'rquvlar, hasad va odamlarni muhokama qilishni saqlab yurgan bo'lsangiz va amalingizda ham bu ishlarni qilib yurgan bo'lsangiz, siz o'z energetik kanallaringizni loy bilan to'ldirib tashlagan bo'lasiz. Bunday holatda tanangiz yangi yuqori chastotalarga shunchaki bardosh bera olmaydi. Ong ostini va tanani tozalash bu sizning ijobiy fikrlaringiz umuman kuchga kirishi uchun eng birlamchi poydevordir. O'zgarishlar va o'z-o'ziga sodiqlik qonuni. Dunyo ortga qaytmas bo'lib o'zgarmoqda. Eski aldovlar, hiylalar, illyuziyalar va kimgadir yoqish uchun niqob taqib yurishlar endi aslo o'tmaydi. Mutlaq haqiqat va halollik vaqti yetib keldi. O'zgarishlardan qo'rqmaydigan, niqoblarni yechib tashlay oladigan, transformatsiyaga dadil qadam bosganlar yutib chiqadi. Ilgari dunyodan yashirib kelgan haqiqiy iste'dodlaringizni namoyon qiling. Hozir o'zingizni haqiqiy amallar orqali ko'rsatishning ayni vaqtidir. Kam o'lchamlilik vaqt qonuni shu yerda va hozir va shiddat bilan o'tib bormoqda. Buni o'zingiz ham sezyapsiz. Kunlar xuddi soatdek uchib o'tyapti. Yangi o'lchamda o'tmish va kelajak o'z kuchini yo'qotadi. Sizda bor bo'lgan yagona narsa bu shu yerda va hozir nuqtasidir. O'tmishdagi alamlar g'uboridan qutuling va tinimsiz yaxshi kelajakni kutishni ham bas qiling. Orzu, havas o'z yo'liga. Ammo xom xayollik sizga aslo ish bermaydi. Karma, ya'ni taqdir va sizning haqiqiy, ya'ni soxta bo'lmagan holatingizning moddiylashishi endi bir necha barobar tezroq sodir bo'ladi. Hozir ichingizga nima eksangiz, tashqarida xuddi shu hosilni darro'da ola boshlaysiz. Haqiqiy bilimlar bu har doim chuqurlik, harakat va mas'uliyat.
Quruq ertaklarga ko'r-ko'rona ishonish davri o'tib ketdi. Uyg'oning, fikrlaringizni to'g'ri sozlang, koinotning real qonunlariga tayaning va hayotingizni anglagan holda kelajagingizni to'g'ri barpo qiling. Keyingi qismda ko'rishguncha. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astro platforma Chengiza.com. Haqiqat maskani shu yerda. 13 burj, haqiqiy osmon o'lchami. O'zingni tani, to'g'ri qadam tashla.